finalning markaziy o'yini deya e'tirof etilmoqda. Isko qanotdan yorib kirdi. Ronaldo Carvajal, Ronaldo zarba! Oh, qanday gol! Qanday fantastik gol! Uning xatosi. Va mana bu zarba. Shubhasiz mavsumning eng chiroyli gollaridan biri, eng kuchli darvozabonga va ayni vaqtda Chempionlar Ligasining eng kuchli futbolchisi tomonidan urildi. Marcelo, Ronaldo, Marcelo ofsayd yo'qmi bu yerda? Ofsayd yo'q o'xshayapti. Marcelo 3-0. Kuchini Chempionlar Ligasiga atab qo'ygan ekan. Ronaldoda yana golli pas, 2 gol plus assist. Uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi